men Asigos kanali hozir sizlarga Minecraft'lar ishlatadigan, kreativda bo'lganda ishlatadigan narsalar uy belashganda, masalan hozir menda cho'chqani tuxumi yo'q, mana ko'rib turibsizlar. Shunday qilib bir bosaman, cho'chqani tuxumi bo'lib qoladi mana. Yoki mana o'shanga mana bu tugma bo'lsa, hozir mana bu sigirni ham tuxumini ola olaman. Hozir mana yer bloki yo'q. Mana bu qo'limda bo'lib qoldi. Hattoki bu lamaniki ham. Bu ajoyib narsa. Kreativda bellashganda o'sha narsa bo'ladi. Mana daraxt ham bo'lib qolaveradi. Mana shunday narsa. Inventarda bor narsalar shunga o'tib qoladi. Masalan, mana menda hozir mana bu blok bor. Lekin shu mana buni bossam, yana shu blokka o'tib qoladi. Mana shunday. Buni chiqarish uchun ham o'tgan videoda chiqarganman. Mana bunga kiramiz. Nastroykaga touch bor, touch. Mana touch. Ana shuni ustiga bir bossa, ana shuning ustiga bir bossa yonib turibdi. Mana menda o'chirsam o'chadi, yoqsam yoqiladi. Mana shu narsa. Ikkinchi narsamiz bu ham shu Minecraft'lar ishlatadigan narsa, bellashganda yoki nimadir yasaganda. Bunga kiramiz. Bizda hozir mana bu narsa bor. Ana shuni bir bossangiz team degan narsa chiqib keladi. Teamni ham ko'rsatib ketgan bo'lsam kerak men. Teamdan bossangiz mana kun. Hozir biz kechasi qilib qo'ysak ham bo'ladi. Mana ko'rganlaringizdek. Hozir biz lekin buni kun qilishimiz kerak. Teamdan mana non bor. Ana shuni ustiga bir bossak, keyin mana bu yerda mana bu narsa bor. Ana shuni ustiga bir bossak kun. Mana bu yerda biladiganlar, ishlatib ko'rganlar nima bo'lsa yozib kelsin iltimos. Mayli, bo'pti.